Tahrim surasi Madinada nozil qilingan 12 oyatdan iborat. Tahrim harom qilish, taqiqlash degani. Surada payg'ambar alayhisalom bilan mankuhalar o'rtalarida o'tgan ba'zi mojarolar, oila va farzand tarbiyasi, tavba qilishga targ'ib va nihoyat Nuh va Lut alayhisalomlardek payg'ambarlarning ayollari kofir bo'lgani, Fir'avndek kofirning ayoli Osiya va shuningdek Bibi Maryam bin Imronlar esa mo'mina va soliha bo'lganlari bayon etilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. Ey payg'ambar, nega xotinlaringizning roziligini istab Alloh siz uchun halol qilgan narsani, asalni harom qilib olursiz? Alloh mag'firatli va rahimlidir. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Darvoqe, Alloh sizlar uchun ma'lum miqdorda kafforat, jarima to'lab, qasamlaringizni halollab olishni farz qilgan. Alloh hojalaringizdir. U barcha narsani biluvchi va yetuk hikmatli zotdir. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. Payg'ambar xotinlaridan biriga, Hafsaga bir gapni, cho'risi Moriya talog'i va xalifalikni xufiyona aytganini eslang. Bas qachonki Hafsa u sir haqida Oyshaga xabar bergach, Alloh uni bundan voqif qildi va u Hafsaga o'zi bilgan narsaning ba'zisini bildirdi va ba'zisidan yuz o'girdi, bildirmadi. Bas qachonki payg'ambar Hafsaga xabarni aytgach, u kim sizga bu xabarni berdi dedi. Payg'ambar menga biluvchi va xabardor Alloh xabar berdi dedi. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. Ey Hafsa va Oysha, agar sizlar Allohga tavba qilsangiz, o'zlaringizga yaxshi. Chunki dillaringiz haq yo'ldan toyib ketdi. Ammo agar sizlar uning payg'ambarning zarariga hamkorlik qilsangiz, u holda shubhasiz Allohning o'zi ham, Jabroil ham, ahli solih mo'minlar ham uning himoyachisidirlar. Yana bulardan keyin farishtalar ham payg'ambarga hamma ishlarida yordamchidir.
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Uning Parvardigori agar u sizlarni taloq qilsa, unga sizlardan yaxshiroq juftlarni, muslima, mo'mina, Alloh va uning payg'ambariga itoat etuvchi, tavba tazarru qiluvchi, obida, mudom Allohning yo'lida yuruvchi juvon va qizlarni almashtirib berishi mumkin. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ey iymon keltirganlar, o'zlaringizni va oila a'zolaringizni yoqilg'isi odamlar va toshlar bo'lmish do'zaxdan saqlangizki, unda dag'al va qattiqqo'l, Alloh buyurgan narsaga itoatsizlik qilmaydigan, faqat buyurilgan ishni qiladigan farishtalar xizmat qilurlar. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Ey kofir bo'lganlar, bugun uzr aytmay qo'ya qolingiz. Sizlar faqat o'zlaringiz qilib o'tgan amallaringiz bilan jazolanursiz. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ey iymon keltirganlar, Allohga chin tavba qilingiz. Shoyatki Rabbingiz sizlarning gunohlaringizni o'chirib, ostidan anhorlar oqib turadigan jannatdagi bog'larga kiritsa. U kunda Alloh payg'ambarni va u bilan birga iymon keltirganlarni sharmisor qilmas. Ularning nurlari oldilarida va o'ng tomonlarida yurar. Ular: ey Rabbimiz, o'zing bizlarga nurimizni komil qilib bergin va bizlarni mag'firat etgin.
albatta sen har narsaga qodirdirsan dedilar. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Ey payg'ambar, kofir va munofiqlarga qarshi kurashing va ularga nisbatan siz ham dag'allik qiling. Ularning joylari jahannamdir. Naqadar mudhish qismat bu. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Alloh kofir bo'lgan kimsalar haqida Nuhning xotini va Lutning xotinini misol keltirdi. U ikkisi bizning bandalarimizdan ikki solih bandaning qo'l ostida edilar. Bas u ayollar ularga xiyonat qildilar. Nuh va Lut Allohning azobidan biror narsani u ikkisidan daf qila olmadilar. Ularga kiruvchilar bilan birga do'zaxga kiringiz deyildi. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Allah iymon keltirgan zotlar haqida Fir'avnning xotinini misol keltirdi. O'shanda u: "Ey Rabbim, o'zing men uchun huzuringda jannatda bir uy bino qilgin. Menga Fir'avn va uning qilmishidan najot bergin. Meni zolimlar qavmidan xalos etgin" dedi. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Yana o'z nomusini saqlagan ayol Maryam bint Imronni misol keltirdi. Bas biz o'z dargohimizdagi ruhimizdan unga pufladik va u Isoga homilador bo'ldi. U Parvardigorining so'zlarini va kitoblarini tasdiq etdi hamda uning amriga itoat etuvchilardan bo'ldi.